Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston Respublikasi futbol muxlislari. Men kim shu Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qashqar qishlog'ida Sultonbek Aslanqulov bo'lamanda. Endi meni bitta dardim bordi. Shu hozirgi oxirgi nimada O'zbekiston terma jamoasi nimaga chiqdi? Jahon chempionatiga. Kim olib chiqdi? Anaoda Kapadze. Kapadze. Temur Kapadze. Temur Kapadze. Endi meni bir narsa qiynayapti-da. Kapadze olib chiqdi. Endi qaranda men mana shu do'konga chiqib ochdi, masalani olib chiqib uyimga sotib oldim, boshqa qildim. Keyin uyga borib damlab boshqa qilgan paytimda katta bir makaronni olib kelib qo'yishdi. Ha. Yana to'g'ri gapiryapman. Ochdi ham Kapazzeni o'zi buzsa bo'ladimi? Damlab berdi. O'sha Mirjalol qilolmadi bu ishni. Babayan qilolmadi. Shu Kapadze qildi. Endi hozir o'shani o'rniga bitta makaronxo'rni olib kelib qo'ydi. Makaronxo'r O'zbekda oshini damlab bersin oldin. Undan keyin bu yerga kelib dada xo'jalik qilsin. Meni bitta iltimosimki, Kapazzeni qaytarib qo'ysin. Menga kanavara kerak emas. Kanavara nima kerak menga? Kapazzeni o'rniga qo'ysin. Yo'q, nima kerak? Undan Italiyada undan ko'ra kuchlilar borki, mana misol uchun Puyol bor. Astag'firullah, Puyol dedim. Nima? Pirlo. Ha, Pirlo. Gattuso. Del Piero. Ayniqsa Buffon. Bu hozir qandaydir makaron kelib Kapazzeni damlab qo'ygan oshini yeyishi bu noto'g'ri-da. Agar meni gapimga Mirjalol qarshi bo'lsa, aytsin. Mirjalol men bilan teng qo'ydi. Men ham 70-yilman. Mirjalol qarshi bo'lsa gapirsin. Sizni talabingiz Kapazzeni o'rniga qo'ysin. O'rniga qo'yish. O'rniga qo'y. Kapazzeni o'rniga qo'ysin. Makaron ketsin. Ketsin. O'zbeklikni qilsin. Makaronga o'rni yo'q. Bo'lmasa Mirjalol kelsin. Bo'ladimi? Bo'lsa Denisov bor. Vitaliy Gennadiy Denis dadasi. Kapadze kelsin. O'zi kelsin. O'zi kelsin. Kapadze qaytsin. O'rniga qaytsin. O'rniga shuni so'rayapti. O'zi o'rniga qaytsin. Kapadze o'rniga qaytsin. O'rniga qaytsin. Makaron yo'qolsa makaron. Borib Italiyaga borib makaronni yesin meni. Tayyor oshga. Nima u? Qizishmaymiz ama. Yo'q. Bu o'zini oqlashi ham mumkin. Jahon chempioni bo'lib kelsa, unda yo'q bu xursand bo'ladi. Oshni dami. Kapadze qaytsin. Jahon chempionat qila olmaydi u. Qila olmaydi. Bo'lmasa Mirjalol kelsin. Yoki Mirjalol kelsin. Mirjalol kelsin. Kapadze bilan Mirjalol bo'lsin. Yutqizsa ham o'zi yutqizsin, ha? O'zi shunday chiqarib olin, bosin. Bo'ldi, ketdi.